Bugun faqat o'zi ham bejevый kiymayapman, chunki hozir hamma obzorlarda temniyroq kiyim ko'rsatdi. Men sizlarga ozgina rang-barangli qo'shmoqchiman. Yarkiroq rangli ham kiyinglar qizlar. Hozir ko'chalarda yomg'ir sizlarga nima kerak bo'ladi? Shunaqa kojaniy pidjaklarimiz kerak bo'ladi. Именно shu ustimda qolib tegina turadigan variantdan ko'pchilik ayol qizlarimiz so'raganiga men sizlarga obzor qilaman. Tepada har xil ranglardan ham bor. Endi bu kalta sevinch menga bo'lmaydi desangiz, men sizga hozir go'zalim krasavitsam uzunroq variantidan ham ko'rsataman. Xohlasangiz, uzun koja plashlarimiz bor. Uje pidjak emas, bu plash bo'ladi. Qaysi variant sizga? Agar yoshroq bo'lsangiz, kalta variantidan ko'ring. Agar yo'q, meni bellarimni yopib tursin desangiz, mana shu variantdan ko'rsataman opajonim. Xo'p, ana endi har xil variantlaridan bemalol Dilmoz Sergeli sud filialimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bu variantlarimizni 335 mingdan 395 minggacha ustimdagina narxi uje boshqa bo'ladi. Hozir men sizlarga narxini ko'rib beraman. Уже 345 mingdan uzun plashlarimizni hamma do'konimizga kutib qolamiz. Apteshka ba'zi ko'yinlarimizdan ham sotuvda bor.